tushundingizmi? Yo'q ketish bo'linmadi xullas. Xo'p, men bitta aytaman, bu yerda bemor yotganlar, o'sha YouTube'ga qarab operatsiya qilgan bemor, yuzlarini ko'rsatmayapman, o'ranganlar. Opa hozir jalba qilyaptilar, aytyaptilarki, bularni shuncha bo'lgani uchun chorniy spiskaga tiqib qo'yishibdi, vrachlar kirib obxod ham qilmabdi. Ertalab qilinadigan antibiotiklari hozir qilinyapti. Va bu yerda umuman yotgan bemori yonida yotgani uchun bu qizdan xabar ham olinmayapti. Kimga murojaat qilishim kerak deyapti. Bu qiz hattoki necha pul to'lab yotyapsiz? Ha? 20 million? 20 million pul to'lab yalanyaptilar. Ertalab qiladigan antibiotik mana orada 12 soat emas, qancha vaqt o'tdi bilmadim. Vrachlar chorniga tiqib qo'ygan. Bu bemor reklamadan kelgan. Uyga qo'yilgan. Balki dafangizni tagini ham qildirgan, to'g'rimi operatsiya? Daroligini ham belni ham liposuksiya qilishgan. Belni ham gapirayotganimni bilmayman, sezishdimi yo'qmi? Og'zim qichayib qo'ygan. No, mana o'sha после operatsiya подписчиklarim 10 kun davomida juda ko'p kommentariy kelgan, uni og'zingiz qichayib qolganini. U paytda endi men после operatsion holatda anaqa bandaj taqotudim menga. Men o'shani hisobiga degan fikrda bo'lganman. No, o'sha men og'zim qichaygan, buni-ku вообще gapirayotganim, bunga o'tayotganim ham yo'q. Bu og'iz qichayishiga hozir qorinda hamma anaqa bor, e'tibori. Fikrim, bu narsani umuman gapirib chiqqan joyim ham yo'q edi. Men hozir sizlardan birinchi marta so'raganingiz uchun men gapiryapman. Hozirgi ham hech nima muomala ham qarash ham, dori darmon umuman hech nima yo'q bu klinikada. Shu klinikani juda bir kuchli, juda eng kerakli joyda tekshirishini, bu klinikani xalqimiz uchun ular ko'p tekinga aksa deydi, odamlar tekin degan joyga o'zingiz bilasizlar, sharoit yo'llar ko'p boradi, kerak bo'lsa shunaqangi holatda tavakkal qilib ham boradi iloji yo'qligida. Yopishini xohlayman men bu klinikani umuman. Misol uchun men o'zim reklama qilganman. Men orqamdan ham ko'rib qolib, keyin bu holatlarni ko'rmay kelib qo'yganda ham bo'lib qolishi mumkin. Har xil vaziyat. Shu narsani men so'rayman. Bu klinikani mana shu holga olib kelganini meni davolab, mana oyoqqa qo'yishini bular imенно shu klinikadan men talab qilaman. Shu narsaga menga yordam berib, chora ko'rishib, qonuniy chora ko'rishligini men shu narsani qo'yman. Mana ko'plab fuqarolarimiz bugun ortiqcha vazndan xalos bo'lish maqsadida operatsiya qildirishmoqchi bo'lishadi. Shu o'tgandan keyin esingizdan chiqadi, endi qoramiz shu narsa ham menga dars bo'lmay, mana ahvol, mana ikkinchi dars o'sha xalq uchun, mana men ikkinchi dars, lekin men uchun ham misol uchun 2-3 talab dars